Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Qirg'iziston o'ziyan Xurshab Rahmatov 39 Meshit Muhammadiy alhamdulillah. Sinov poyez qo'yapmiz. Mana sinov poyezlar tumbalar qo'yilib bo'ldi. Hozir mana oldi tarafi, o'ng taraf, arqa taraflar qo'yiladi, xudo xolasa inshaalloh. Mana qilib mana qo'lda aralashtiryapmiz. Jamoatlar hammasi, ustalar, Oybek, Abdurauf degan mana usta, Aslanbob, Oqsoqol. Mahmudjon degan usta. Ustalarda eng kattasi. Ya subhanalloh. Havo bugün issiq 30-35 где-то. Mana alhamdulillah. Masjid minorasi. Bu yoq to'la tahoratxonalar. Hozir mana bu sinov poyezdi bugun erta Allohning qudrati bilan qo'yib bo'lsak, inshaalloh 3-4 kundan keyin shu yoqqa tushamiz, keyin tom yopishni tushamiz inshaalloh. Jamoat duo qilib turinglar, Alloh taolo sizlarning duolarni qabul qilib bizga yordam bersin inshaalloh. Va xolasa shular hammasi faqat Alloh roziligi uchun bo'layotgan ishlar alhamdulillah. Xo'p, tinch bo'linglar, omon bo'linglar, inshaalloh yaxshi kunlarda uchrashaylik. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.